Mahmudxo'ja Behbudiy 1875-yilda Samarqand yaqinidagi Baxshi mahallasida tug'ilgan. U dastlab mahalliy maktabda, so'ng madrasa va masjidlarda diniy hamda dunyoviy bilimlarni egallagan. Arab, fors, turk, rus tillarini o'rgangan. Yoshligidanoq ilmga, ma'rifatga qiziqqan. Behbudiy o'z davrida jadidchilik harakati deb atalgan ma'rifiy islohot yo'nalishining ilg'or vakili edi. U Turkistonda yangi usuldagi maktablar ochish, xalqni zamonaviy fanlar bilan tanishtirish, milliy ongni uyg'otish uchun katta xizmat qilgan. 1919-yilda Buxoro amirligi tomonidan qasddan qatl etilgan. Shunday bo'lsa-da, uning g'oyalari xalq ongida yashab, keyingi avlodlar uchun ma'naviy meros bo'lib qoldi. Mahmudxo'ja Behbudiy o'zbek xalqini uyg'otgan, ilm va ma'rifat yo'lida jonini fido qilgan fidoyi ma'rifatparvar. Uning faoliyati o'zbek madaniyati, adabiyoti va ta'lim tizimining rivojiga ulkan hissa qo'shgan.